Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 15 noyabr 2025-yil. Bu yilgi dehqonchilik mavsumimiz tugayapti. 1-marta pomidor ekkan edik. Dekabr oyida. Uni avgust oyiga yakunladik. Undan keyin bodring ekdik. Mana bodringimiz ham mavsumi tugayapti. Hozir deyarli havoni salqinligi uchun yaxshi hosil bermayapti. Endi buni yakunlaymiz. Bir 5-10 kun ichida ularni yig'ishtirib olib, o'rniga xudo xolasa zelen ekamiz. Zelenda albatta bir qismiga ekamiz. Qolgan joylarini dekabrda oxiriga pomidor ekish niyatimiz bor. Pomidor ko'chatlari zakaz berilgan Toshkentga. Dekabr 20lariga pomidor ekishni mo'ljallab turibmiz. Mana bodringlarda mana deyarli hosil yo'q. Bitta yarimta tugib kelyapti. Ular endi albatta havo salqin bo'lgani uchun ko'pitish pishmaydi. Mana bitta yarimta bor. Mana tugayapti bitta yarimtasi. Mana tugayapti yana.